bolasi bir idish sindirib qo'yadimi, choy to'kib yuboradimi, baqirib berib urishib qo'yadigan onalar mani oxirigacha eshitayli. Bolam hozirgina ichayotgan piyolasidagi choy to'kib yubordi deb menga qarardi. Birinchi sekin bag'rimga bosdim, chunki bu holatda bolani ongida xavf rejimi yoqiladi. Onasi uni bag'riga bosganda, ha demak men tinchlansam bo'ladi, xotirjam bo'lsam bo'ladi degan xavfsiz rejim yoqilish natijasida ruhiyati ham, tanasidagi ham juda ham kuchli bosim yo'qoladi, zo'riqish yo'qoladi va tinchlanish boshlanadi. U tinchlanganiga amin bo'lganligini his qilganimdan keyin sekin uni qo'liga sochini berib, bu hamma bilan ham sodir bo'lishi mumkin edi. Bu hech qanaqa o'zini ayblashiga, jazolashga asos emasligini tushuntirganimda bolamning ko'zidagi quvonch va demak men muhimman, demak men xato qilsam uni to'g'rilashim mumkin ekan, uni hislaridan, uni ko'zlaridan va kelib meni bag'riga bosishdan his qilardim. Biz bolalarni tinimsiz har bitta qilgan xatti-harakat uchun jazolaversak, ular ham jamiyatda xuddi shunday o'zini o'rnini topa olmasdan ularni jazolaydigan abyuzer, narsistlarni hayotiga tortib olib, tinimsiz o'zini ichidan ayblaydigan biri bo'lib yetiladi. Unutmang, sizni bolangizga bo'lgan munosabatingiz bolangizni o'ziga bo'lgan munosabatini asos hisoblanadi.